Assalamu alaikum aziz dostlar, qadrli ota-onalar. Marfina başlagan Uyg'urcha kitap o'qish faoliyatiga ovoz qo'shish va Tumarisning taklifiga binoan 100 mashhur Uyg'ur nomli kitobdagi o'zim eng yaxshi ko'radigan Shiroq hikoyasining oxirgi bir bo'lagini diqqatingizga taqdim qilaman. Shiroq lashkar bishining qon to'lib turgan ko'zga mag'rurona tikilgunicha chavuk chalib qattiq kuldi. Bu vaqtda Ranusatning nervos sistemlarida g'alati, ajoyib qo'rqinchli tuyg'u paydo bo'ldi. U qahrag'azab yalqinida qizargan ko'zlarini chaqchaytib Shiroqqa varqiraydi. Ey tegipas, iplas! Şahimiz aldırı qilgan va'danga amal qilmading. Bizni aldiding. Bizni soqlarining qishig'i emas, balki borsi kelmas yo'lga boshlab kelsin. Ozuq, suvmi tugidi, yem xashakmi yo'q. Ayta, soq lashkarlari nerede? Ey aldamchi! Ha 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 ha. Batur Shiroq o'z maqsadining bundaq to'salg'usiz amalga oshganligidan qattiq hayajonga cho'mgan edi. Men yangdim. Yolg'iz bir o'zim, ana tuproqim Turan zaminining beshiga kelgan bolam deb yiqildim. Lakmanlagan tajovuzchi Iron lashkarlarini halokatga olib keldim. Poyansiz qumliqqa dafn qildim. Ey Ranustat, ana ko'r. Bu ulug' Teklimakon qumliqi. Sen hozir dal shu qumliqning o'ttirisida turibsan. To'rt tarafning qaysisiga mangsangmi, baribir 7 kunlikdan yo'l. Ozuqing, suyung tugidi. Endi xohlagan tarafga mang. Baribir halok bo'lsan. Madem odamga amal qilmadan damsina, men o'z xalqim, ona tuproqim oldida qilgan va'damga amal qildim. Cheksiz iztirobga tushgan Ranusat qilichini sharttir sug'urib, mag'rur qiyofatda qarab turgan Shiroqqa qilich chopdi. Shiroqning kallasi qum ustiga tushdi, telimi g'ulab tushdi. Uning qani uchinchi qatim o'z tuprog'iga to'kildi. Shunday qilib, vatanparvar qahramon Shiroq bir o'zi qurban berish badaliga Lakman kishilik zo'r Iron qo'shinini Teklimakon cho'lida halok qilib, Turan zaminini tajovuzchilarning istirosidan saqlab qoldi. Shiroq Uyg'urlarning obraziga vakillik qila oladigan haqiqiy bir qahramondir. Shundoq Shiroq Botirlarcha bizdan ayrildi. Biroq o'z ruhini bizlarga miros qoldirib ketdi. Xudoyim buyursa, bir Shiroqdan ming Shiroq chiqqisi. Biz Shiroqdan o'rganamiz. Oxirida men Kelal xotinlik faoliyatiga Zuryal akamni va Umaq ukam surhatini taklif qilaman. Xayr xo'sh, aman bo'linglar.